katta ko'chadan 50 metr ichkarida. Ko'chamiz tupik joylashgan, faqat yashaydiganlar kiradi. Mana shu fasad qismimiz, uchastkamiz sotuvda. 2-3 sotik 4 ta xonali, yangi qurib bitkazilgan uchastkamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Makler Akmal. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, profili bundan boshqa uylar bor. Kirib kelishimiz darvoza. Kabel endi qilishyapti, to'g'rilab qo'yishadi. Kelguncha darvozamiz bo'ladi. Kichkinagina огородimiz navez qilingan, alikapon qilingan, yaxshi sifatli materialdan travertin qilishgan, akvaromlari bor, so'kilga kafelar yopishtirishgan, oyon tagiga kafelar, chirpichalar yopishtirishgan, tashqarida vanna tualetimiz va naves orqali chiroyligina, balangina navesimiz va uyga kirib kelamiz. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Uzungina koridorimiz va hamma xonaga alohida kiriladi. Chap qo'limizda detskiy yoki birinchi xonamiz. Chiroyli, sifatli aboylardan yopishtirishgan. Ana yaltiroqlari bilan chiroyli. Illyustratsiya qo'ygan, patologlarni qilgan figurni chiroyli patologimiz. Xonadan kirib shu qator bo'yicha yurib kelsak, bu yerda umumiy vanna tualetimiz kafelangan. Patologlari balangina, kichkinagina furtchkasi bor, rakvinalari bilan chiroyli qo'yishgan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, bu yerdan chiroyligina bug'ib qo'ymaydigan, ochiq, kayfiyatingiz ko'taradigan aboylar hamda dush hamda tualetimiz. Patologlari balangina, kafellangan, chiroyligina. Aynan siz bob hovlimiz hamda uyimiz. Patologi baland. Mana bu dekorativniy, o'zgacha uslubda ishlangan hozirgi moda, bilasizlar, uylarni ko'ryapsizlar. Bu uslub ham bu joyda qo'llanilgan. Hamda bu xonaga kirar ekanmiz. Kattagina zalimiz. 3 ta oyna fasadga qaratilgan. Zalimiz va 2 ta oshxona oynamiz tashqariga qaragan. Kattagina mehmonxona, albatta mehmonlarni kutish uchun. Hujjatlari joyida, uy 2024-yili to'liq bitkazilgan. Hozirgi vaqtda uy sotuvga tayyorlangan va sotuvda. Uy 2-4 sotik, 4 ta xona, $90 ming bojarish narxi. Joylashgan joyi Toshkent shahar, Bektemir tumani, Musaffo mahallasi. Bu Binakor yo'lini 346-maktab orqa tomonida, poliklinika yonginasida. Bu oxirgi xonamiz, 4-xona. Patologlari baland, chiroyli, aboy, tarketlari yopishtirilgan. Hamma xona to'p-yo'pol qilingan. Sizlar bilan Makler Akmal, obuna bo'lsa esingizdan chiqmasin. Profilda bundan boshqa uylar bor. Telegramda arendaga uylar bor. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'ling. Siz qayerda uy qidiryapsiz, qanaqa uy qidiryapsiz, qaysi rayondan qidiryapsiz? Kommentariyga yozib keting, men sizga aloqaga chiqaman. Oshxonamiz bonusiga 2 ta kamerali kotyolimiz, duxkontrni kotyol, kafellangan oshxona mebel uchun tayyorlangan pastki mebel, gaz plita qo'yish uchun gaz turbalari hamda vechga qo'yish uchun vizitkalarimiz ham shu joyga joylashtiriladi. Bu oshxonamizda hovliga, o'zimizning hovlimizga qaragan oyna hamda tashqariga qaragan oynamiz bor. Telefon nomerlarini yozaman, telefon qilinglar. $90 ming bojarish narxi, faqat naqd pulga, ipotekaga to'g'ri kelmaydi. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Bunday chiroyli, shinam, hashamatli uchastka hammamizga nasib qilsin. Xayr, salomat bo'linglar. Assalom.